Assalomu alaykum do'stlar, navbatdagi avtomashinamiz Beston T77 Surxondaryo Sho'rchi tumaniga qarab yo'l olmoqda do'stlar. 1 oylik kutishdan so'ng ushbu tochoni qanday ko'rib xursand bo'ldingizmi doda? Avtomashinani kalitlarini topshiramiz. Alloh xayrli qilsin. Hammaga buyursin. Ilohim. Shu joyga like bosmasangiz qarang lekin dedi-yu. Sizga Allah ishlaringizni yana ham ilohim doda. Savdalaringiz bundan da ko'pga gapiring. Yana ham savdalaringiz yuksak rivojlansin. Qarang. Rahmat. Hoji doda, mana 1 oy kutdingiz. Bu chiqarmikan deb ishonuvdingizmi yo'qmi? Shunisini ayting. Hech bunda tez chiqadi deb o'ylaganim yo'q edim. Alloh xayrli qilsin. Mana avtomashinaning hujjatlari bu kompaniyamiz tomonidan hoji bu arzimas sovg'a. Buni ham mana 1 oylik kutganingiz mehnat mahsuli hoji onamga o'z qo'llaringiz bilan berib qo'ying. Ana kompaniyamizdan arzimas sovg'a. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Hoji ona, mana shu gullarda ochilib yuring. Alloh xayrli qilsin. Yaxshi kunlaringizga xizmatchi bo'lsin. Ilohim, yaxshi niyatlar bo'lsa bemalol bildirib o'tsin. Joningiz sog' bo'lsin otajon. Mana shu ishlaringiz omadli bo'lsin. Elimiz, xalqimizning juda ham tinchligi, osoyishtaligi, mana xursandchiligi, biz juda xursandmiz. Surxondaryoday joydan kelib, mana sizlarning oldlaringizda arzu havas bilan kelib olib ketyapmiz. Rahmat. Rahmat, bolalarimga ham rahmat. Sizga chol kamprikamizga padarka qilganingiz uchun. Sizlarga ham rahmat. Ilohim. Jonlaringiz omon bo'lsin, sog' bo'lingizlar, ishlaringiz yana davomli bo'lsin. Ilohim. Bundan da ziyoda bo'lsin. Hammangiz sog' salomat bo'ling. Rahmat hoji ona. Endi lekin bor-ku. Like'ni qatorlashtirib bosmasangiz qarang lekin dedi. Sizlarni ham barchangizni avtosentr avtosalonimizda kutib qolamiz do'stlar. Birin-ketin mana 1 oy oldin to'lab qo'yib 100% pullarni naqd pulga ota-onasi uchun farzandlari tomonidan ajoyib hadya qilindi, sovg'a. Bugun o'z egalariga topshirdik. Sizlarni ham barchangizni avtosentr avtosalonimizda kutib qolamiz do'stlar.